Assalomu alaykum do'stlar. Yana hadiya burchagi. Bunaqangi joylar deyarli Berlinning har bir burchagida uchrashishimiz mumkin. Bu yerda mana chiroyli qilib kiyimlarni ilib qo'ygan, qishki kiyimlar, kurtkalar bor. Ustlarini yopib, yomg'irdan himoya qilib va mana bunday toshchalarni qilib tayyorlashib qo'yibdi. Bu yerda bolalar uchun o'yinchoqlar, mana bunday fonariklar, kitoblar, hattoki telefon bor ekan bu yerda. S18 118 model ekan, Motorola. Ichida telefoni bor ekan. Ko'ramiz yana nimalari bor. Avtomobilning zaryadniki bor ekan va yana ikkita asosiy 220 ga ishlaydigan zaryadchigi bor ekan. Telefon mana. Fotoapparatning chiqollari, idish tovoqlar, disklar va kiyimlar. Oyoq kiyimlar mana bolalar uchun. Va go'daklar uchun mana bunday avtokreslolar bor ekan. Uyda ortiqcha narsa bo'lsa, saqlab o'tirmas ekan, olib kelib mana shunday hadiya burchaklariga olib kelib qo'yishar ekan bular. Ikkita stul ham bor ekan mana. Kimgadir stul kerak bo'lsa. Qishki kiyim ekan asosan, qo'lqoplar. Hammasi deyarli saramjon qo'yilgan. Kimga manzil kerak bo'lsa beramiz. Kelib ko'rishinglar mumkin.